Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Shaharliklar keyingi bosqich masalasini ijobiy hal etishdi. Angliya Kubogining 8 dan 1 final bosqichi doirasida Newcastle hamda Manchester City jamoalari o'zaro bahs olib borishdi. Mazkur uchrashuvda City vakillari ishonchli g'alabani qo'lga kiritib, chorak final yo'llanmasiga egalik qilishdi. Uchrashuvda hisobni mezbonlar vakili Barnes ochgan bo'lsa-da, mehmonlar tarkibida Savinho bir bor, Marmush esa 2 bor raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasining muvaffaqiyatini ta'minladi. Ayniqsa, hamyurtimiz Abduqodir Husanov o'yin davomida maydonda to'liq harakat qilib, himoyada juda ishonchli va xatosiz o'yin namoyish etdi. Uning harakatlari jamoasining keyingi bosqichga chiqishida muhim ahamiyat kasb etdi. Abduqodir Husanov keyingi o'yinlarda ham asosiy tarkibda maydonga tushadimi yoki zaxirada qoladimi? Fikrlaringizni kommentga yozib qoldiring. Abduqodir Husanov Newcastle-ga qarshi o'yinda ideal statistika qayd etdi. Angliya Kubogining 8 dan 1 finalida Manchester City safarda Newcastle-ni 3-1 hisobida mag'lub etib, keyingi bosqich chorak finalga yo'l oldi. Uchrashuvda O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushdi va to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Eng qizig'i, raqamlar Husanovning bu bahsdagi sovuqqon va ishonchli o'yinini juda aniq ko'rsatib turibdi. U to'pni deyarli yo'qotmadi, paslarda yuqori aniqlik qayd etdi, yakka kurashlarda esa deyarli yutqazmadi. Husanovning dahshatli statistikasini ko'rib chiqamiz. Aniq paslar 62 dan 57 tasi, aniq 92%, noqulay zarbalar 1, top bilan teginishlar 74, raqib jarima maydonida teginish 1, muvaffaqiyatli dribling 1 ga 100%, oxirgi uchlikka uzatmalar 7 ta, aniq uzoq paslar 6 dan 2 tasi, aniq 33%, topni yo'qotish yo'q 100%. Himoyaviy harakatlar 7 top tortib olish, 1 ta bloklar, 1 ta tozalashlar, to'rt. Yerdagi yakka kurashlar 5 tadan 5 g'alaba 100%. Havodagi yakka kurashlar 3 dan 2 tasi muvaffaqiyatli 67%, qoida buzilishga uchradi 3 ta. Lekin o'zi qoida buzmadi. Newcastle kabi bosimli va qattiq o'ynaydigan raqibga qarshi safar bahsida 92 pas aniqligi, oxta top yo'qotish va yerdagi yakka kurashlarning 100 yutilgani himoyachi uchun juda kuchli ko'rsatkich. Husanov o'yinda faqat top tepib qutulish emas, balki deyarli o'yinni nazorat qildi. Barselona safarda Atletik ustidan g'alaba qozondi. Ispaniya chempionatining navbatdagi turida Barselona klubi safarda Atletik Bilbao jamoasi bilan kuch sinashdi. Keskin va murosasiz kechgan bahsda kataloniyaliklar minimal hisobda zafar quchishdi. Uchrashuvdagi yagona gol 68-daqiqada yosh iqtidor egasi Lamin Yamal tomonidan kiritildi va bu gol mehmonlarga qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi. O'yin davomida Barselona topga egalik qilish borasida yaqqol ustunlikka ega bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kataloniyaliklar 73% vaqt davomida topni nazorat qilishdi va 616 ta uzatmani amalga oshirishdi. Atletik esa himoyaviy o'yin ko'rsatishga majbur bo'ldi. Mezbonlar 8 ta zarba yo'llagan bo'lsa, Barselona 7 ta zarba bilan javob qaytardi. Intizom borasida ham mehmonlar ancha tartibli harakat qilishdi. Ushbu g'alabadan so'ng Barselona o'z ochkolarni 67 taga yetkazib, turnir jadvalida peshqadamlikni yanada mustahkamladi. Hozirda jamoa 27 o'yinda 22 g'alaba, bitta durang va 4 ta mag'lubiyat qayd etgan. Ularning asosiy ta'qibchisi Real Madrid esa 63 ochko bilan ikkinchi o'rinda bormoqda. Atletik Bilbao jamoasi esa 35 ochko bilan musobaqa jadvalining 9 pogonasida qoldi. Barselona uchun bu g'alaba chempionlik poygasidagi navbatdagi muhim qadam bo'ldi. Shuningdek, kechagi o'yinlarda qayd etilgan natijalar: Mansfield, Arsenal 1-2, Başakşehir, Göztepe 2-1, Köln, Borussia Dortmund 1-2, Atletico, Sociedad 3-2, Wrexham, Chelsea 2-4, Al Nassr, Lyon 1-0, Juventus, Pisa 4-0, Atletik, Barselona 0-1, Newcastle, Manchester City 1-3. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.